Bir kuni erim dedi, ishonsang bir do'stimga qarz berdim. Qarz berdim-u ham do'stim, ham pulimdan ayrildim. Bu yil 10 yil to'ladi. Chopa toldim man. Eshigiga qarz so'rab 500 marta bordim man. Xotinining oldiga onasi sen borib boq dedim, biling dunyoda eng zo'r savob qarz bermoq. Jannatning eshigiga yozilgan shunday hisob, sadaqaga 10 savob, qarz berganga 100 savob. Dadasi hikmatlarda qarzdorni boyishin kut degan, faqir bo'lsa qistamay qarz baridan o't degan. Erim dedi, hozir boy pulni bermaydi nomard. Mashina, hovli olib, uy soldi qavat. Qo'rqib ketdim, yo tavba, bu qandayincha holat? O'lsa shuncha qarz bilan oxirati falokat. Bordim o'sha odamni so'rab uy makoniga, tushuntirib o'tirdim xotinining yoniga. O'rtoqjon, aylanay, podshoh, biz vazirmiz, kirolmaymiz jannatga, tursa shuncha qarzimiz. Qarzdor qarzin bermasa, bo'lib turib imkoni qabul bo'lmaydi hatto qilgan xayru ehsoni. Siz esa uy quribsiz, mashina opsiz, mana qarz berishni o'rniga to'y qilyapsiz yana. Bilaman, erga yetmas kuchimiz, ammo har ne holatda yo'l ko'rsatmoq burchimiz. Bolam, chaqam deb yurar, sho'rlik ne qilmasin. Sekin ayting akamga, oxirati kuymasin. Qaytdim dedim erimga, boshqa so'ramang qarzni. Xotiniga yetkazib qo'ydim sunnati farzni. Olib kelmasa qayg'urmang, bo'ynida qarz javobi. Qay cho'ntakda yurmasin, sizga shu pul savobi. Ana, marhabo Karimova.